Xola. Bir daqiqa, xola. Bir daqiqa. Assalomu alaykum. Xola, meni tanidingizmi? Ha, yo'q, tanimadim. Ko'zlaringizni kattaroq oching, xola. Aniq taniysiz, eslaysiz meni, eslaysiz. Ha? Tanisam, tanimasam nima o'zgarardi? Ishing bo'lsa et, bo'lmasa bor, boshimni qotirma. Meni baxtsizligimga siz aybdorsiz. O'shanda menga ishonmasligingiz kerak edi. Sizdami o'shanda sizdan tillalarni olib ketganim? Voy, yaramas firibgar. Hali sanmisan? Qo'limda kaltagim bo'lganda bir tushirardim seni. Xola, sizdan oldin meni Xudo urib qo'ydi, Xudo. Sizlardan o'sha sariq iblisni olib ketganimdan keyin sal o'tmasdan meni sevgan qizim tashab ketdi. Mana yaqinda to'yi bo'lyapti. Boshqasiga tegib ketyapti, xola tushunasizmi? Senga bu ham kam. Bilasanmi? Sen tillalarni bizdan olib ketganingdan keyin ertangi kuni egasi qidirib keldi. U bechara bolasini operatsiyasiga olib ketayotgan joyida tushirib qo'yibdi. Sen firibgar bo'lsa, otamni operatsiyasiga deb tillalarni qo'limizdan shunday olib ketib qolding. O'sha tillalarni kasofati urdi meni, xola. Ko'p o'tmasdan otam yuragidan infarkt bo'lib bizani tashab ketdi. O'zim aytganimdek o'sha operatsiya stoliga ham yeta olmadi otam, tushunasizmi? O'sha tillalarni sotib hamma pulni ishlatib tashladim. Hozir mana bir istagan ichishga ham pulim yo'q, xola. Qilmish, qidirmish deb shunga yetsalar kerak. Sen bola og'ir gunoh qilding. Xola, iltimos, meni kechiring. Kechiring meni, iltimos. Men kimmanki seni kechirsam, seni Alloh kechirsin. Kechirilsang agar. Hozir bir daqiqa. Alo. Aka, sizmisiz? Nima? Onam? Qanaqasiga bunaqa bo'ladi? Avtohalokatga uchrabdi. Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hozir yetib boraman, hozir. Onamdan ayrilib qoldim, xola.